Ramazandagi Qadr kechasi qachon? Islom dinining muqaddas Ramazon oyi bu yil 28 fevral kechasi yangi oyning ko'rinishi bilan boshlandi. Butun dunyodagi musulmonlar ruhini poklash, o'zini tekshirish, yaxshi amallarni qilish va yomonliklardan saqlanish uchun roza tutishga boshladi. Ramazonning 3dan 2 qismi allaqachon o'tib bo'ldi. 19 mart kechasi Ramazonning oxirgi 10 kechasi boshlanganligini bildirdi. Bu 10 kechining birida alohida kecha Qadr kechasi keladi. Ramazonning oxirgi kunlari nima uchun shuncha muhim? Musulmonlar ro'zatga qadar qanday duo qiladi? Tövanda bu haqda to'xtalamiz. Qadr kechasi degan nima? Arab tilidagi hukm kechasi ma'nosini bildiradigan Qadr kechasi Qur'oni Karimning Muhammad alayhisalomga tunji qaytim nozil bo'lgan kechini ko'rsatadi. Qadr kechasi islom kalendaridagi eng muqaddas kechalarning biri. U faqat Ramazon mezgilida yuz beradi va kun o'ltirgandan kun chiqquncha bir kecha davomlashadi. Bu muqaddas kecha odatda Ramazonning oxirgi 10 kechasining ma'lum biriga to'g'ri keladi. Qadr kechasi qachon? Ramazonning qaysi kuni yuz beradi? Qadr kechasi qachon yuz beradiganligi to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. Ammo u Ramazonning oxirgi 10 kechasining ma'lum bir taq kechasi yuz berdi deb qaralib kelmoqda. Ba'zi diniy zotlarning tahlilicha Qadr kechasi balkim Ramazonning 27-kuni kechda yuz berishi mumkin ekan. Qadr kechasi sharaf va fazilatda 1000 oydan ortiq. Farishtalar va Jibril shu kechada Parvardigorining amri bilan zaminga Alloh taqdir qilgan barliq ish uchun tushidi. Shu kecha tong yo'rg'onga qadar butunlay tinch amonlikdan iboratdir. Qadr kechasining qanday ahamiyati bor? Qadr kechasi musulmonlarning dasturi Qur'oni Karim dunyoga nozil bo'lgan fazilatli kechadir. Qadr kechasi 1000 oydan ortiq afzallikka ega bir kecha. Musulmonlar bu kechada 1000 oy ibodat qilganning savobiga erishish uchun uxlamay ibodat qiladi. Qur'on Allohning bevosita so'zi bo'lib, u axloq mezoni, ma'naviy yetakchilik va payg'ambarlar haqidagi bayonlarni o'z ichiga oladi. Qadr so'zining arab tilidagi ma'nosi taqdir yoki farmon demakdir. Musulmonlar o'zlarining taqdirini va ular uchun Alloh tarafidan yozilgan ishlarni duo va ibodat orqali o'zgartiradi deb qaraladi. Ramazonning oxirgi 10 kechasida musulmonlar qanday duo qiladi? Qadr kechasi Ramazon oyining oxirgi 10 kechasining qaysi kechasi yuz berganligi aniq bo'lmag'achqa, barliq musulmonlar Ramazonning oxirgi 3dan biridagi har bir kechadan unumli foydalanishga ilhomlantiriladi. Bu oxirgi 10 kecha Allohning rahmati va mag'firati bilan to'lgan deyiladi. Bu kechalarda Ramazon kunlarining qoida usullari bo'yicha roza tutish, Qur'on o'qish va tarovih o'qish qatorliq ibodatlar bilan shug'ullangandan sirt yana tavba istig'for etishga ahamiyat beriladi va butun kechani uxlashning o'rniga duo qilish bilan o'tkazadi. Musulmonlar bu oxirgi 10 kechada e'tikofga kiradi, kecha-kunduz ixlos bilan duo tilovat qiladi. Bu oxirgi 10 kechada musulmonlar noiti kang qo'rsoq va oq ko'ngil bo'lishga rag'batlantiriladi. Ya'ni zakot berish, ixtiyoriy xayr-saxovat qilish, muhtojlarga iftorlik tomoq berish, xayr-saxovat ishlariga iyona qilish, yaxshi ish yoki savobli ishlarni qilish qatorliq nurg'un ishlarni qilishga buyuriladi.